Do'stlar, ekologik hududdamiz, ya'ni eko shaharda. Bu yerda 7 qavatli Novostroyka binoni 3-qavatdan, siz yoqtirgan qavatdan 3 xonali uy sotuvga chiqmoqda. Qarang, uyda holatlari chiroyli holatda, tashqarida mashina qo'yishga parkovkalari mavjud, maktab bog'chaga ham yaqin, 100% g'ishtlik dom. Xo'p, bu birinchi xonasi hisoblanadi, faqatgina mana bu yerda mana eshik qilinmagan ekan. Ko'rishingiz mumkin. Batareykalar ilingan romlar, romlarda bu tomon tashqaridan kirish hol qismlari bo'lyapti. Xo'p, mana bu yerda kladovkasi mavjud, ko'rishingiz mumkin. Bizga ham ancha-muncha narsa sig'dirsiz bo'ladi. Bu yerda umumiy sanuzel, kafelar qilingan. Batareykalar barcha joyga ilingan, mana ko'rishingiz mumkin. Bu tomonda mana bitta xona ko'rishingiz mumkin. Mana o'zini balkonlariga ega va katta panoramli romlari mavjud. Bemalol tashqarini ko'rib, tashqaridan bahra olishingiz mumkin. Va yana bitta katta xonasi ko'rishingiz mumkin. Uy to'liq attachento qilingan va rozetkalar, batareykalar qo'yilgan, holatlari yaxshi holatda. Xo'p, 86 kvadrat maydonga ega 3 xonali kvartira. Bu yerda umumiy oshxonasi ko'rishingiz mumkin. Oshxona jihozlarini endi o'zingizga tabizga moslab o'rnatib olishingiz mumkin. Kattagina joy. Umumiy 86 kvadrat 3 xonali kvartira. Narxi esa egalar tomonidan kamroq qiziqarli raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Bizga obuna bo'linglar, sizlarga bundan zo'rlarni yetishtiramiz.